Do'stlar, bugungi videomiz Chit qishlog'idan bo'ladi. Chit qishlog'ini insonlarning hayoti haqida. Ertamandan kechgacha nimalar qilishadi? Bular haqida bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizga obuna bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Qishloq hayotini faqat Nurli karvonda kuzatishingiz mumkin. Hozir sahar tongdan qishloqdan video olishni boshladik. Bu Qashqadaryo viloyatini Qamashi tumanidagi qishloqlardan bo'ladi bugungi videolarimiz. Juda qiziq bo'ladi. Qishloq hayotini bir kunini ko'rsatamiz. Betlarida archazorlar, qarshimizda qorlar. Havo sovuq. Bugun 15-may. Sovuq, hamma cho'pon yurgan bu yerda, qalpoqlarda. Men ham cho'ponimni olib kelganman. Archalar, qaranglar, yonda archalar. Hozir mollarni qayda haydab kelyapsiz? Daladan. Kechasi dalada yuraveradi. Dalada. Ketib qolmaydi uzoq. Oyda kapital degan joyimiz bor. Ishim bo'ladi. Yo'qda. Ha. Shu joyda bo'ladi. Kechqurun haydab kelib, ertaga haydab kelib, so'ngra haydab kelamiz. Boz qo'shnilarga kelib ketaveradi uyga. Ha, qo'shnilarga o'zimiz haydab kelamiz. Ertalab borib haydab beramiz-da bir-birimizga. Sog'asizlar kelgan yana haydab chiqaraverasizlar daraga. Dalaga haydab beramiz. O'zi yuraveradi o'tlab. Shunday o'zi yuradi. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshimisiz? Zo'r. Qayerga tayyorlayapsiz buni? Molga minishga. Molni haydab ketasizlar buni bilan. Yush. Kechasi bayla oldirakda. Rosa olay. O bu yoqda qo'ylar. Ye. Yaqin borib olay debman, ko'rmabman uni. Havo sovuq, ha? Ha, sovuq. Sizgadir yomg'ir bor deb qisqa muddatli. Bu choponni qachon tashlaysizlar bu yerda? Chopon taylamaymiz, ertalab. Yozda-chi? Hozir taylaymiz. Sovuq hozir baribir. Pastlarda issiq nimada? Pastlar issiq. Kiyimga tegma. O saharlab turibdi-yu. Yaxshi dam oldingizmi? Tinchmisizlar? Sigir sog'amizmi endi? Bu ertamanda birinchi ishinglarda, qishloqda har kuni qilinadigan. Ha. Bu sizlarni ko'pchilik ko'radi endi. O'zingiz tanishtiring, tog'ani ham tanishtiramiz keyin. Ismi kim? Nodira. Nodira deydi. Xolamni to'liq ismi Sharifa. Ha, dokumentda Nodira, ismi Rona deydi. Chaqirilishga Rona deydi, lekin dokumentda Nodira. Nodira opa. Familiyasi qanday bu sizlarni? Bekbotayeva Nodira. Bekbotayeva. Ha, qishloq hayoti boshlandi mana shu bilan. Necha litr sut olib olasiz mana shu bittasidan?
Buni qaynatasizlar endi sutda. Ha, pishiramiz. Bu kechqurungi bilan birga qo'shdinglar. Shuni kechqurun bilan ilk vaqtisida. Ikki vaqtniki. İlk vaqtisida. Bu yerda odamlar quyoshdan oldin turishadi. Quyosh orqada yuradi odamlardan. Quyosh endi uni ko'tarilyapti. Siz pishirib bering endi o'zingiz. Yoqqandan keyin boring mollarga qarang siz endi. Bu hozir sutimiz pishgandan keyin nima qilasizlar? Ko'taramiz idishimizga. Idishga qo'yasizlar. Ha, keyin uyitamiz, keyin xaltaga qisib suzdirib, chapga qilib, kubiga qisib pishiramiz. Go'rboygacha turdi. Choptirash etdan. Choptirash etdan. O mol haydab ketayotgan ukangiz, Ha, biz keyin jakamiz. haydab tashlab qaytib keladi. Ha, o'rmonga borib taylab keladi. Keyin kechga olib kelasizlar. Kechga bizlar keladi. Mol qaytib keladi. Ha, shunday qaytib keladi. Qani? Olayim deyman. To'shakkan olib. Kiring. Bu kubini qaymog'i. Kubi deydimi sizlarda ham? Qatiqning betidan olingan anavniki, monikini yog'i. Ha, bu kubiniki bunisi. Qatiqning betidan olingan yog'i. Anavsi moy. Qaymoq. Qaymog'i. Sizlarda bunaqa qilinmaydi, separatorda. Yo'q, separatorga bunov chiqqan, anavdan. Kubidan chiqqan. Separator ishlatmaymiz biz. Separatordagi boshqacharoq bo'ladi. Bu shirinroq bo'lsa kerak mana. Bilmayman endi. Bu qorindik. Qorindan chiqqan bu yog'da o'tgan yilginiki bu. Bu o'tgan yilgi yo'q mana bu. Buni qaranglar, bu o'tgan yilgi yo'q ekan. Qoringa solib qo'ygansizlar, olingan. Shunday. Bir yilda necha kilo bosasizlar qoringa? Qoringa ketish. Taxminan endi o'rtacha. 12 kilo ham bo'ladi, bir 10 kilo, bir 5 kilo, 6 kilo. Yetadi qishi bilan. Endi ko'proq bo'ladi. Ko'proq bo'ladi, olib yuradi qorinni. Bu ozgina sho'rtayroqmi? Qaysi? Mana bu. Tuzlanganda. Tuzlanadimi bu? Tuzlangan uchun shunday sho'rtak bo'ladi. Oling kimga? Tuzlangan uchun sho'rtak bo'ladi, ko'proq tuzlab berdim. Tuzini yemaganda bir betga kechroq tayyorlangan bo'ladi. Ha, tuzni yeb yoradi o'zi, bilimli Tuzini qoladi. ko'proq tuzsa yeyveradi. Tuzini yemaganda. Shirin ekan, bu o'tkalgi ekan. Betga kechroq tayyor bo'lganda bu. Mana bu yangi. Endi qaymoq, uni qatiqni qaymoq. Yeganmisizlar ham? Ya. Olaverib bemalol. Beradi. 2 yillik yog'da bermoqchi. 2 yil deymi bu? 2 yillik yo'q. Ikkinchi yilda tuzini yemagan yoqda bular endi. Tuzini yesa zo'r bo'ladi. 2 yildan beri qorinda turadi bu. Havo salqin bo'lgani uchun erib ketmaydi. Yerimaydi. Ha, shu ahvolda turadi. Issiq kunda, yozin kuni. Yozda ham turaveradi. Soqin joyga qo'yadi-da. Shularni qish ekanda yozda ham. Yuring. Kuchuk beraman deyapti. Shuydi. Bekor qo'yib yuboribsiz endi. Men ishlab olsam-chi uni. Oldida tursan oqmaydi. Kuniskuni bo'sh yuratsin. Keyin jasi bo'riga qarab qulog'i qo'ylarga. Bo'ri kelmaslik uchun turadi. Bo'ri kelishi ham mumkin-da. Ha, keladi. Bir yili 3 ta qo'ydi yeb ketdi shu yerda. Otanda turgan. Et yo'q bo'lgan. Uni qo'ydi chaloli anaqa pachag'ini chiqarib Bittasini ketgan. o'ltirib tashlagan, ikkitasini joralab ketgan ekan. Yeb Shuning uchun et baylab qo'yamiz degandiga. ko'tarib ketmagan. Ya, ko'tarib ketolmaydi. Qo'zicha bo'lsa ko'tarib ketishi mumkin. Qo'yam katta-da. Ha, qo'ylar kattami? Shu yerda olib kelib ketgan ekanda, ichkari kirib. Mana qo'shar qo'yganman. Bitta qo'yib, buni qo'zi osilib yotdi. Qorg'ay qo'yagan. Qo'zini ochib berdi. Buni qayerga qo'yib yuborasizlar hozir? Dalaga o'rmonga ketadi. O'rmonga boqamiz. Orqasidan borasizlarmi qo'rib buni? Ha, buni boqamiz. Kim navbati bugun? Bizniki navbat.
Buni molga o'xshab qo'yib yubormaysizlar-da, aylantirib borib olib kelasizlar. Yegish bor, bu yog'i qo'ylar bor, qo'ylar qo'shilib ketadi, qaramasa. Qochqachini chiqar. Kirma. Ozodlik. Ozodlikka borib keladi. Ozodlik, chopinglar. Abetta qaytasiz endi. 12da qaytib kelibdi. Ko'rishdi. Havoni qaraysiz, toza. Ertalabdan beri birorta mashina o'tmadi mana shu yerda. Bo'pti. Bo'pti, bitta ko'rishguncha. Qaynabdi-yu, ha? Pishdi endi qo'tiramiz. Echkini ham sog'asizlarmi? Yo'q, hech sog'ilmaydi. Sog'adiyorlar bor, ha? Bo'lishi mumkin. Qishloqda bormi o'zi sog'adiyorlar echki? Bo'ladi. Biz Farg'ona shahrida va Samarqandda ko'chma binolar ishlab chiqaramiz. O'zbekistonda birinchi ko'chma bino ishlab chiqaruvchi bizmiz. 2009 dan beri juda ko'p joyiga ko'chma do'konlar qilganmiz, 500 dan ortiq. Tajribamiz yetarli. Narxlar bizda biroz qimmatroq, lekin sifatli. Odamlar olgandan keyin 80-70 yil xizmat qilsin deb juda ham mustahkam qilishga harakat qilamiz. Shuning uchun sizlarga ham ko'chma binolar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar va Telegramga o'tsanglar Nurli uylar. U yerda qilingan ishlarimizni, topshirilgan ishlarni ko'rishlar mumkin. Instagramda ham Nurli uylar. Bu menga yurishimga ozgina moddiy yordam beradi. Bobik, senga non olib keldik. Bu polvon narigindan-a? Buni sherigida egizak. Ta'til keldi. Bu ikkovi biyonma-yon bo'lsa hozir urushmaydimi? Taniydan bir-birini? Ha, taniydi. Oshni qo'yib berdi. Bu hozir siz uchastkangizda bu tomonlari. O pastdagi hozir yurgan hovlimiz. Bu yoqqa ko'chib chiqqan ekan vaqtinchalik. Vremenka deysizlarmi? Ha, vremenka. Nimalar bor bog'da? Bog'da nok bor, zardoli, olma, shaftoli, o'rik, bodam bor, qorali, hamma daraxtdan bor. Qachon ekilgan ular? Abaga 4-5 yil bo'lib qo'ydi. Qoral deydi, olxo'r deysizlar-ku. Sliva. Olxo'r deysizlar. Bizda qoral deymizda. Bu yerda necha marta o'rasiz? Bu yerda 2-3 o'riladi. 2 marta o'riladi. Suv qayerdan keladi bu yerga? Suv tepadan keladi, tepada buloq bor. Shilang topishgansiz. Shilanka mana, hozir o'sib. Siz agar o'tsa qo'yilyapti suv. Ha, agar qo'ydi. Taskan kecha suvlagan. Sal kunisiyapti bu yerda-mi? Ha, kunisib qoldi. Bunaqa qilib yupqa qilinadi-da bu, ha? Murod, yupqa qilinadi, shunaqa bu. g'ilminini qilayotganini internetda ko'rgandim, lekin jivoyini ko'rmadim. Sizlar uchun ham qiziq ma'lumot bo'ladi. Yana qayerda g'ilminni qanaqa qilinadi, uni ham izohda yozinglar. Qishloq ahli uchun chiroyli fikrlarni ham qoldirishni unutmanglar. Bu sut, ha, hozir. Sut. Sutga unda qo'shyapti. Oqlarni qaynatish kerak. Hozir xamirdan keyin yana bitta masalliq bo'ladi deyarli bu, ha?
Sutga yana nima soldinglar? Tuz, Shakar. shakar soldinglar. Hozir nima qilinyapti endi? Siz ayting. ichiga bizda oq qilamiz deydi, boshqalarda nimadir desa deydi. İçiga suykaladida g'ilmindan. G'ilminning ichiga quyadiganni pishiryapmiz hozir. Shuni ichiga solmasin. Bu endi ma'lum holatgacha qo'yuqlashadi, shungacha Ha, bu pishiriladi. qo'yuqlashadi-da, ichiga suykayotgan qilib, sal qo'yuqlashadi bundan ziyod ko'proq. Bo'ldi, sutimiz tayyor, yutamiz endi. Endi mana üstümüzü uyutamiz, kunarga solamiz. Biz kunarga deymiz buni. Ko'narga, oqliq deydi bizda, vodiyda. Bizning da kunarga deyiladi. Bu necha litrlik idish? Kattasi? 10 litrlik. Necha qoshiq solasiz shunga? Bir qoshiq. Kichkinaga ham bir qoshiq. Kichkinaga ham bir qoshiq. Necha soatda tayyor bo'ladi qatiq? 3 soatda uyuydi. 3 soatda ochib ko'ramiz. Normalda uyutsa. 3 soatda ko'ramiz yana. Bo'ldi. Sut hozir iliqrog'ida, iliq holatda qoldi. Hozir qovurib oldik-a buni. Mana hozir Xamirni qovurdik. Endi oqlamini surtib, yana moyga qovurib beramiz. Buni 3 pishirdik-da keyin. ha, ichiga solib buni yana boshqatdan Ha, qovuriladi. yana bu yoqda qovuriladi. Buni 3 pishir deydi. 3 pishir. Ha. 3 marta pishirilgani uchun-da. Ha. Ajoyib ekan. Mana shunday surtib keyin G'ilmandimiz oxiriga etapni o'tyapti. Ha, pishirish jarayoni. Oxirgisi. Pishdi o'zi. Tezda pishadi ekanda, 2 minut. Ha, bir 2 minutda vaqt ketmaydi. Chakkili salata bu. Qatiqli salat. G'ilmandimiz pishdi mana. osh bo'lsin olmasa. Rahmat. Qani endi ko'ramizda mana g'ilmandini. Oh. Bog'lasa qorin to'ydi, g'ilmand yedik. Qatiq yedik, tog'ni qatig'idan. Bizda Qashqadaryoda ko'p shakarop, mana pomidor, badrin shakaropiga qatiq qo'shib yeyiladi. Boshqa joylarda ko'rmagandim, bo'lsa kerak ko'p joyda. Lekin men avodda, men yashagan joylarda bunday qilinmaydi. Endi zamonaviy o'zbeklar salat aniq mayonez qo'shishyapti-yu. Shunaqa qilib hozir non abed qildik, tushlik. Dars yuramiz, ko'chaga chiqamiz, endi boshqa joylarga ko'rasizlar. Manzaralarga boraman sizlarni, xudo xolasa. Shu o'zbek xonadonini bir kunlik hayotda abedgacha bo'lgani shu. Endi mehmon keldirib nima qilib beradi uni? Bizda qilinmaydigan taomda aytdim, g'ilmanda. Juda ham mazali. Hamma joyda har xil qilinadi bu ham. Juda ham shirin taom. Balki sizlarda bordir, balki sizlarda bu narsa yo'qdir. Izohda yozib qo'yasizlar. Buni qaranglar, bu qishloqda o'rtasida endi pachti-ya bu. Real o'rta. Nechta uy bor o'zi qishloqda? 30 xo'jalikdan ko'proq bor-da. Shu yerda hamma uy ko'rinib turadi endi. Hamma uy ko'rinib turadi. Bir-biridan baland, bir-biridan past. Archalar, ha? O, tog'lar zo'r ko'rinar ekan. Archalarni chekiramizmi? Hozir buloqqa boramiz, buloqni ko'rib kelamiz. Buloqqa borib, Beshterek ziyoratgohiga. Ketdik, buloqni ko'rib kelamiz. Bir ayron qilib kelamiz o'shaga borib. Muzda suvda. Qaranglar, ajoyib qishloq, chiroyliga. 25-may juda ko'p joyda o'sha sarg'ayib ketdi. Bunaqa o'tlar, daraxtlar, daraxt emas, o'tlar. Qirlar sarg'aydi, lekin bu yerda hali ham sovuq. Bu yerda bog' bor ekan-a? Ha, bog' bor. Oldimiz bundan ham chiroyli. Orqamiz ham chiroyli. Endi yozda qanaqa bo'ladi bilmayman, lekin hozir bu yerda kuz qachon keladi? Biz sentyabr oyidan boshlab sarg'ayib keladi.
Sentyabrda. Qor qachon tushadi? Qor oktyabr, noyabrlarda tushib boshlaydi. Har yili tushadi. Har yili. Deyal noyabrdan boshlanadi. Kinolardagi yo'llari qishloqda oralab kelgan o'yin tomonga kirganda pastlikka tushganda qarilar kimdir uy solgan ekan bunaqa qilib. Yo uy yo mehmonxona dam oluvchilar uchun. Va pastda suv oqyapti. Bu yerda buloq bor ekan. Necha yillardan beri buloq tushar ekan. Suv qanaqa ekan? Voh, muzdek. Bu yerlar terakzor bo'lgan ekan, shuning uchun 5 terak deb atashgan ekan. Juda chiroyli joylar. Agar o'ng qo'lga tushmasdan tepada mashina yuradigan yo'ldan to'g'ri ketaversa, Tolli degan qishloq bor ekan. Biz yoqqa o'ta olmaymiz. Lekin mana bu joylarni qarang. Yashagan bo'lardi mana joylarda. Imkon bo'lsa. Daraxtlar ham har xil. Tushunmadim, mana mayda daraxtlarda archani yonidagina. Biz hozir u yoqdan keldik. Oqarib turgan tomonlardan keldik. Toshlarni qarang, haybatini. O'rmon. Hop. Qushlarni eshitdinglar-da. Va joningdan. Sayrasini qaranglar. Teparoqqa yuraymi? Like bosinglar-da endi, like bosib turinglar. Qishloq ochib ketmasa bu. Qarg'a ham bor ekan. Qo'ndi. Bulbulmi bu? Kaklikmi? Voy taxcha sayrasini qaranglar. Mana arsani qaranglar, bahaybatligini. Tepasiga ucha qiladigan ekanda mashina. O, to'g'rilar, ro'para ko'rinib turadi. Pastda buloqdan chiqdik hozir, buloqdan suv chiqib, tepada uchada yashaysalar. Aytgancha, shunaqa joyda yashaydigan odamlar bo'lsa, meni yo'limda, yo'nalishimdagilar. Xarajatini qilsalar, mana shunaqa daraxtlarga ucha qilib beraman o'zim. Ustaman men. Professional emas, lekin fantaziya bor. Uyimizda qilganman, video qilganman. 2-3 yil oldin qo'ydim. Instagramda 2 million, 3 million odam ko'rgan. Anaqalarda ham tarqab ketgan. Hamma Telegram kanallarda. Yil otasi deb nom berishadi. Shunda qizimga ucha qilib bergandim. So'ra qilganman endi, so'ra rishotkalar bilan ucha deb nomlaganman. Qushcha, bitta sayra ber. Qushcha. Bitta sayra ber. Seni ko'rayotgan odamlar bor, eshitayotganlar. Zo'r joylari, mana shu Qashqadaryo viloyatining Qamashi tumanining Langerotidan chiqib kelganda Maydanak tepasidagi Chit qishlog'i bu. Bu yerda uycha ham qilib qo'ygan ekan. Uycha kerakda uy. Odam yashaydigan, mehmonlar keladigan. Mana shu biz turgan joyda. 5 terak ziyoratgohning yonida. Xohlasizlar, uychaga kelasizlar, xohlasizlar, birorta maydonga kelib o'tirib, palatkalar tikasizlar. Pastda suv oqyapti, u yerda buloq, suv muammo bo'lmaydi. Bu yoq archa zo'r, qarayman deysizlar, tog' ko'rinyapti qori bilan. Maza qilib dam olsanglar bo'ladi. 1 soatcha aylandik. 1 soat, 2 soatga yaqin. Yana qishloqqa qaytyapmiz endi. Mana shu manzaralarni ham ilindim sizlarga. Mashinamizni berib qo'yib, bu yerga tushib ketgan edik. 200 metr pastga. Yashillikni qaranglar, hozir mayda 16si bugun. Videoni qachon qo'yaman bilmayman. Fasllarda o'sha sarg'ayib ketdi bunaqa.
chiqardilar. Lekin bu yer sovuq. Kechqurun to'n kiyib yurdik. Sahar ham juda sovuq edi. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Kartoshka bu yerda. U yoqlarda issiqda bor, bu yer kech bahor keladi. Bahar farq qilib keladi-da baribir. Buni qaranglar, g'o'ralar endi bo'lyapti. Maydalari ham bor, katta-katta bo'layotganlari ham bor. Rosa sopdi. Hamma joyda sovuq bo'lib ketdi-yu, gullagan paytda. Bular gullamagan bo'lgan. Iyulda pishadi bu. Bular hali gullamagan bo'lgan o'sha paytda, shuning uchun endi gullab bu mevaga kiryapti. Hamma joyda o'rib ketdi. O'zlar bilasizlar, hozir 16-may. 16-mayda qarlar katta ham bo'lmaganda, bular endi katta bo'lyapti. Danakka kirmagan, yumshoq bu. Aka sizni uyingizga ham xuddi shunaqa qilib chiqarsa bo'ladi. Chekasiga qo'yib, o'rtani qisqartirib shunaqa holatda qilib chiqarsa, xudo xolasa, sizni uyingizga ham zo'r chiqadi. Agar shapkasini malonga o'xshagan shapkada qilib bering desiz, bunaqa holatda ham chiqarib beraveramiz. Internet yaxshi chiqadimi bu yerda? Ha, internet chiqarish kerak. O'sha yerda. Bu yo'lni qaranglar, mashina yo'li. Romantika. Bu kim traktori? Karim bova deydi. O'zlari minami? Ha, o'zlari mana. Shu mashina mahallada ish qiladi-ku bu yerda. Shunda Yerag'dagi fermerimizda. Qo'shni qishloqlarga ham chiqsa kerak. Ha, qo'shni qishloqlar ham chiqqan leva bo'lsa. Leva bo'lsa. Voh. Hozir qishloqning magaziniga ketyapmiz, pastda ekan. Shu tepadan tushib keldik. Bizni topishganimiz ham yo'l tanlamas. Ketaveradi. To'lam bor ekan endi. Tishtab qilasiz, chiqayotgan payt. Mana nima gullar ana, gulmi? Ha, shu cho'chqa piyoz deymiz. Yesa bo'ladimi? Ha, tagini yesa bo'ladi-da, chillaga solib 40 kun. 40 kun chillaga solinadi-da. Behroz! Etiga qara, Behroz! Behroz! Itlarga qara. Hovlini qaranglar. Bu qishloq do'koni. Assalomu alaykum. Xormanglar, yaxshimisiz opa? Yaxshi. Charchamayapsizlarmi? Sizlardan zo'rmi? Qishloqlar haqida video qilyapman-da, odamlarga ko'rsatgani. Shu qishloq sharoitidagi do'kon shu. Tovarlarni qayerdan olib kelasizlar? Tovar shu Qiziltepa, Qamashi. Qamashidagi Qiziltepa shaharchasi. Ha, Nechta do'kon bor mahallada? bitta shu. Bitta shu, a? Yaxshimi, klient yetadimi? Kirishyaptimi odamlar? Kiryapsizlarmi? Ha, har kuni deyarli shuyda. Bo'ladi, rizqimiz deb turibmiz. Bo'ladi. Qizil daftar nechta bo'ldi? Qizil daftar mana. Vobshtetrad to'lgan. Mayli, barakasini bersin opa bozoringlarga, magazinlarga. Bu sizlarning hovlilar ekan. Ha, hovlimizda. Qaylar juda bahavo joylar bu tomonlari. Tog' Archazor bu do'kon ekan. Necha baho? Mana shu hovliga, mana shu do'konga. Mashina kimniki? Sika. Kattalar minganmi oldin? Yo'q. Pochcha minadi? Ha. Endi bir pensiyaga chiqardik. Ha. Odan chiqqanimizda bu yoq hovlisi, qaranglar, shiponga o'xshaydi, dachalarga o'xshaydi uylar. Chiroyli yo'machi. Bu yoqlari ham yashil. Bu yoqlar tog' chakkilari qani? Vo, muncha ko'p bu yerda. Qishloq sharoitida shunday holatasi ko'p pishamiz. Buni hozir suvini ketkizasizlar. Keyin kubi bilan keyin yog'ini olasizlar. Yog'ini keyin qoringa tiqamiz. Yog'ini qoringa tiqasizlar, undan keyin chiqqan ayronini Qurt qilib sotamiz. yana suzib, shuna qilib. Shunday. Bu necha kun yiqqansiz mana shunchalik holatdagi? 15 kunlikda. 15 kunlik. 20 kunlik.
Qurutni nima qilasizlar? Sotamiz, qurtni bozorga sotamiz. Bozorga o'zinglar olib chiqasizlar yo olib ketishami? Yo'q, o'zimiz olib chiqamiz bozorga. Qaysi bozorlarga olib borasizlar? Shu Langarning bozoriga olib boramiz, Langaratan bozoriga. Olma qishloqqa olib boramiz. Kimlar olib ketadi bularni? Bilmayman. Yeydigan odamlarmi, xalqmi, savdogarlarmi? Savdogarlar olib ketadi. Savdogarlar oladi. Topshiradiganlar olib ketadi, bizlardan olib, ular u yoqqa borib topshiradi. Uylarga ham, qishloqlarga ham baraka bersin. Rahmat. Qayla juda ajoyib hovlilarda, betlarda. Qanday kelyapsizlar? Qayerga ketyapsizlar? Qayerga ketyapti ular? Bobomniki ketyapmiz. Bobos. Mahmud nevaralari ular. Ha, uylari pastda. Uylar pastda. Eshitib olgan zo'rda texnika. Tog'li joylarda asfalta. Ehtiyot bo'linglar, ichmagansizlar? Prava bora? Hujjatlar joyidami? Hujjatlar joyidami? Momeza bu ayol-a? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, solay? Salomatmisiz? Shukr, yaxshi. Tinchmisiz? Tinch, yaxshi. Istalabki, Murat. Hozir video olib yuribman qishloq haqida. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimisizlar? Rahmat. Chiroyli momom bor deb kiryapman-da. Necha kirgansiz? 79. Ismingiz kim? Quvandek va Ro'zxon. Ro'zixol. Nechta farzandlardan bo'ldi? 12 ta. Eng kattasi necha yosh? Nechida bo'ldi? Ana, barda. Baridan eng kattasi necha yosh? Zaynabda nechta? Farzandi. Zaynab. Ha? Katta, biz 80ga borganmi? Yo'q. Nodira. 60larga 2 yosh bo'lardi. Bu yigit kim? Nevarangiz? Nevara. Che- Keyin jamni men tushgani bola. Keyin jam. Chevaralardan ham bor, a? Nevaralarimiz nimada 89 ta chevaralar, nevaralar. Barakasini bersin. Qaysi qishloqdan kelgansiz bu yerga? Ularga shu Ahmeddan kelganmiz. Necha yosh bo'lgansiz kelganingizda? 17 yosh. Buva necha yosh edi? Buva necha yosh edi o'sha paytda? Do'ya. 20 dan oshganmidi? Mendan 7 yosh katta edi. 24. Qanaqa edi qishloq bu yerda kelgan paytlarda? Yaxshi, yaxshi. Odam qancha edi, odam? Odam 5-6 xo'jalik qilgan edi. Ya, och ko'payib ketgan, ha? 30 dan oshiq hozir, a? Murat bilan aka bo'lib yuribsizmi? Ha? Yaxshi. Murod aka ko'p qoldik. Ha, yaxshi. Qishloqlarni ko'rsatyapti menga. Muratga ana qo'ysangiz bo'lmaydi. Safimizga qo'shib, hozir boshlagan. Murod qo'shildi safimizga. Men bu safga qo'shildim. Manzarani qara, bohavo joy tanlagan ekansizlar. Chiroyli joyni tanlagan ekansizlar. Yaxshi. Chiroyli qishloq. Yaxshi, xudoga shukr, yaxshi. Qishda qanday qilasizlar? Isinish, sovunish. Isinishga. İşte otunumuz ko'p pishganiga mazza qilib sarimmaydi, issiqnaga javob jatadi deb aytadilar. Qorinni ichiga sarmaydi ochib. Sabalqdan. Shu bitta qorin tomosha qilib Bu Murodlarning uyini qo'shnisi. Murod bilan kelgan kunimiz o bir safar kelgandi. Ho'yrat mashinadan. Mashina tanishuvdik-a? Meni mashinam ozgina ish ko'rsatdi, lekin shaharda yurganimda tekis yuruvdi. Qizib ketyapti. Termostar sras qo'shmayapti. Filtr to'lib qolgan, filtr zakaz qildik shaharga tushganlardan. Toqa chiqqanda siltab olib, benzinni yaxshi yuryapti, bab qizib qolyapti. Tavakkal borib kelaman deb kelaverdim. Ustiga ko'rsatish kerak, shaharda mana shunaqa ish bo'lsa-yu, tezda bitta zolas bilan joyda juda qiyin bo'ladi. Kechada chichqon yurganga o'xshardi-da, ilonmi, chichqonmi? Ochib qo'yganman. Tushib ketsin deb. Mana mashinani ko'rib qo'ysizlar qaydadir. Nurli karvon bu. Meni mashinamning filtri keldi. Tepadagimi filtr? Ya bumi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Gazga yurmay qoldi-da. Qayerga ketyapsiz endi? Endi xudo olsa mana qishda biz pastda qamashda yashaymiz. Endi
Yozda bu yoqqa chiqib kelamiz. Qayerda yaxshi, bu yerda yaxshimi, bu yoqda yaxshimi? Endi yozga, конечно, tog' yaxshi-da. Qishgachi? Qishga past yaxshi. Qiyinroq-a? Uzilib qoladi-da bu yerda. Ha? Ha, bilmaydi. Bilmaydi-da, endi baribir tog'da ham o'zi qanday desam bo'ladi ekan. Mashina haydab yurmagan odam qiyin. Pastdagilar 2 bilan 3 bilan tushib ketadi, tormozni kalotkasi qisib ketadi aka. Ha, men ham qiynalyapman omad. Yurmaganmiz-da tog'da. Necha kilometr Qamashidan, odam olgan joydan? Endi odam olgan joydan примерно endi точно aytolmayman-u. Примерно. Примерно 60 da. Ne 55-60 kilometr chiqadi. necha res qilasiz? Endi Bugun necha res qildingiz? ya bugun ertalab tushib ketdim. Ertalab olib ketdi, polni olib ketdingiz. Shunday. Shu qishloq odamlar olib chiqyapsiz. Bugun bozor olganda u yoqda. Ha, shunday. Yaxshi ham taksilar bor. Bo'lmasa bular nima qiladi, qora ko'zlar. Shunday. Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Qaytyapsizlarmi qishloqqa? Ha, salomat bo'linglar, duo qilib turinglar. Shamomangiz bo'ladi. Ha, ha. Yaxshi. Salomat bo'linglar. Mayli, sog' bo'ling. Ishingizga omad. Rozi bo'lasiz. Mayli. Sog' bo'linglar. Charchamanglar xalq xizmatidan. Gaplashamiz. Ha. Unaqama. Bu o'zi qaytib ketyapti uyga. Bu sizniki ham kelyaptimi? Ha, bizga ham kelyapti. Bolasini ko'rdi, izlab Rosa to'libdi-yu uni idishi. O'sh. O'zlari qaytib kelaveradi kech paytda. Ha, kechqurun o'zlari qaytadi. Juringlar. Dada qani? Kun ham kech kiryapti. Qaytishyapti. O'zlari qaytaveradi bular. Ha, kechqurun qaytadi. Qo'shlarga ketdi alohida bo'lib. Qo'shnilar qaytib ketdi. Qorni to'sa qaytib keladi o'zi. Sabab nima qaytib kelishiga? Sabab bolachasi bor. Bolasi olmasa kelmaydi. Demaydi. Bu ikkovi ham sizniki hozir? Ha, bular ham bizniki. Mollar keldimi? Yo'q, hali mol kelmadi. Tog'a qayerga ketgan? Uzoqqa. Buyon qani buyon? Molda? Bu yerda mol deb bu taraflarda. Bizda vodiyda qo'ylarni aytishadi, bularda mol deyiladi. Bularda adashmasam katta mol deyishadi, yo sigir deyishami? Shunaqa endi hamma joyda o'zining shevasi bor, gapi bor. Sigirni nima deysizlar? Mol deb qo'yni aytasizlar, a? Ushoq mol deymiz, mayda mol, echkilarni, qo'ylarni ushoq mol deymiz. Ularni sigir deymiz, qora mol deymiz. Qora mol, sigir deysizlar. Ularda bitta gap bilan mol deysizlar-da ko'proq. Mol, oqshi mol deymiz, lekin o'lakchaga ushoq mol yo qo'y, echki shunday. Mayda mol, ushoq mol deymiz, a. Ana haqiqiy qishloq hayoti. Men ko'rsatmasam kim ko'rsatadi bularni sizlarga, do'stlar? Do'latoma svoy. Ertalab tanishganmiz-ku. Voy. Nima? Eshak. Eshak ursam bo'layaptimi ovoziga? Qorni qaranglar, tepada. Yaqinga o'xshayapti-yu. Juda uzoq ekan, bordik biz. Do'konxona degan qishlog'iga. Uzoq-a? Biz bordik o'kana. Murod bilan. Xo'ja, qo'yib jaraymi? Qo'y sog'ib. Ovozni qaranglar mana. Viz.
Bu narigi sigirlar Murodniki, o'g'liniki. Bular momoniki. Onasi Murodda. Alohida yashashadi. Shu men turgan hovli. Do'stlar, shu bilan mana shu qishloqdagi sarguzashtimiz o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, qiziq bo'ldi va qiziq qilishga harakat qildim iloji boricha. Bizda bilasizlar, jaydari, oddiy, samimiy videolar, iloji boricha xalq tushunadigan tilda videolar qilishga harakat qilaman. Endi qani menda ham jamoa bo'lsa, shuncha mehnatni boshqacharoq qilib sizlarga yetkazib berishga harakat qilgan bo'lardim. Endi hozircha unaqa imkoniyat yo'q. Jamoa ham bilasizlar, katta pul turadi. Kuzatishda davom etinglar. Iloji boricha sizlarga shunday mavzular topishga harakat qilaman. Nurli karvon xalq uchun, xalq bilan va xalqni ichida. Farqi yo'q. Mana bunday manzarali joylar bo'lsin. Cho'llardan ham videolar qilganmiz, xalqning ichidan. Asosiysi odamlar yashaydigan joylar bo'lsin. Menga farqi yo'q. O'zbekmi, tojikmi, qozoqmi, turkman, arablarni ko'rdim. Qaysi millatlarni juda ko'pchilik ko'rdim. Hammasini yoritishga, O'zbekistonda xalqi bo'lsa bo'ldi, yoritishga harakat qilaman. O, endi qorni ko'ringlar, oxirgi kadrimizda, kechki kadr. Hozir tog'ani kutdik. Qo'ylar bilan ketgandi, kelmadi. Endi qorong'ida video baribir sizlarga tushunarsiz bo'ladi, shuning uchun shu yerda to'xtatishga qaror qildim. Endi oila ham tushli qiladi, hujum qiladi. Shuning uchun ularni bezovta qilmaymiz endi. Xudo xolasa yana ko'rishamiz sizlar bilan. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Bosib, izoh yozib, obuna bo'lishni ham unutmanglar.